Ming omadingiz kelsa ham sizniki bo'lmaydi. Sevib qolganingiz siz olmaysiz, lekin u bilan birga yashash, baxtli bo'lish uchun unga o'rningizdan turib harakat qilsangiz, hayotda u omadingiz, u omad yo'q narsa men uchun. To'g'risi. Motivatsiya beryapsiz. Va yaqinda orzungdagi mashinani oldim. Yaqinda oldim. Bittasi aytadi, "Yomon omadli bo'lasiz." Nega? Zo'r qimmat mashina. Olguncha bilasanmi? Qanaqa san xulayotganingda men nima sal Termizda cho'lida Spark'da kelayotgan kelardim dedim. San dedim, maza qilib dam olib yotganingda deyman, men endi to'g'risi yurganman-da, endi qiyin, uxlamasdan to'xtash, uxlamay boraylik, shu ishni qilaylik. O'sha yerda men unaqa omadga ishonmayman, to'g'risi.